Bilasizlar, bugun Koreyada ota-onalar kuni, ota-onalar bayrami hisoblanadi. Bizlar ham qaynota-qaynonam bilan ovqatlanib keldik. Hozir farzandlarimdan olgan sovg'alarimni obzor etib beraman. Ketdik. Ana shuncha farzandlarimdan sovg'a oldim. To'g'risini aytsam, ko'zlarim qizarib ketdi yig'laganimdan. Bu Yuhi tayyorlagan gul maktabida tayyorlab xati bilan hozir o'qib beraman. Bu bo'lsa Ranaxon bog'chasida tayyorlagan, dadasiga bitta, menga bitta. Bu orqa qichiganda mamdoq etib qo'yish uchun ikkita taxlagan va albatta Ranaxonning ham xati bor, mana maktubi bor. Buni ham o'qib beraman va eng mana bu gullar, buni Yuhi bittasini dadasiga, bittasini menga berdi. Ichida 10 ming, mana 20 ming pul bor dadasinikida, menikida ham 20 mingdan pul, menikiga 20 ming, dadasining guliga 20 ming qo'shib pul beraman. Endi nima desam ekan? Yana hozir yig'lash boshlayman. Men 20 ming qaytarib berdim, biror narsa olib ye o'zingga deb. Chunki bu pullarni o'zimiz beramiz Yuhiga. Biror narsa olib yeysan deb 5 ming, 10 ming har zamonda bersak, bechora qizim yemagan shuni. Yemagan ham hech narsa olib yeb, yemin yig'ib to'dalab deyiladi qishloqchasiga. To'dalab shuni bizlar momasiga, menga, dadasiga pul berib, gul olib, mana bu gulning ham donasi 10 mingda. Berib o'tiran, qaytarib berdim. Dadasi bo'lsa qaytarib bermadi. Bu men uchun juda ham nima deydi, muborak pul, meni farzandimga beram pul, yemasdan, ichmasdan, buni ishlatmasdan olib qo'yaman deb dadasi olib qoldi. Lekin men biror narsa yeysan deb qaytarib bersam, bunga qaranglar, mana bu 10 ming ustiga yana ham xat yozib keltirib berib ketdi menga. Hech bo'lmasa 10 mingini olib qoling, men bu pulni sizga juda ham bergim keladi deb xati bilan menda pulning ustiga bunday yopishtirib menga berib ketdi. Bu bo'lsa xati Yuhini o'qib beraman hozir. Mana ko'p bilibsizlar, o'zbekchasini o'qib beraman. Yaxshi ko'rgan, men sevgan ota-onam uchun. Ikkalamizga birga yozibdi. Onajon, dadajon, meni 13 yil davomida katta etib qo'yganingiz uchun kattakon rahmat. Cho'ngmal kamsamnida degan kattakon rahmat. Endi navbat meniki deb, men sizlarni yaxshi ko'raman deb oxiriga yozib qo'yibdi. Nima desam ekan? Ota-onasini ko'nglini olishni xohlaganda, shu juda ham qanday etsam ko'nglini olaman ota-onamning deb shunaqa harakat etadi-da. Yuhi juda ham o'zi ham mehrga muhtoj. Shuning uchun bu gullarni berdi, o'tirib olib yarim soat yig'laman. Bu bo'lsa bizlar qaqajonimiz, erkatoyimiz Ranaxonniki, buni bog'chasida tayyorlab o'qituvchisi bilan birgalikda, xati ham bor ichida. Ana yozuva qaranglar, yozuva Ranaxon maktabga bormaydi, lekin shu gaplari, shu so'zlari o'zi yozibdi hammasini. Shuning uchun bizlar uchun bu katta sovg'a hisoblanadi. Xatini o'qib beraman. Ota-onamga, dunyodagi eng yaxshi ko'rgan meni ota-onam. Biz baxtli hayot kechiraylik birgalikda. Ra'no o'llim deb qo'yibdi. Ranaxon yozdi degan ma'noni bildiradi. Xullas, farzandlarimdan shunaqa sovg'a oldim. Baxtli farzandlarim sog' bo'lsin.